Assalomu alaykum. Xo'sh, bugungi darsimizda ba'zi bir detallarni Blenderda yasab ko'rishni o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun menga tayyor reference rasm bor. Buni image reference bo'limidan tanlab olaman. Desktopga kirsak, large ismli xo'sh, bugun mana shu detalni Blenderda qanaqa yasalishini ko'rib chiqamiz. Oldin bu rasmni sozlab olishimiz kerak o'zimiz uchun. Xo'sh, bu 90 gradus burchakda, bu 0 gradus, bu 90 gradus. Xo'sh, keyin esa bu yerda detalni umumiy ko'rinishi va ba'zida detal haqida umumiy ma'lumotlar biladi, uzunligi. Shularni to'g'rilab o'zimizga moslab olishimiz kerak. Demak, endi qiladigan ishimiz birinchi tag qismiga asos qo'yib olish. Keyin esa rasmni yana bittaga ko'paytirib, o'sha asosdan pastga tushirib qo'yamiz. Ya'ni ikki tarafdan ham ko'rinishi uchun. Rasm sal egri ekan. Demak, bu turdagi detalni yasashning eng oson usuli bizga boolean modifier yordamida yasashimiz mumkin. Deylik, bitta kubni olamiz. Xo'sh, demak, buni umumiy uzunligi umumiy hajm uchun ma'lumotlarni tushunib olganimizdan so'ng, demak, ko'rishingiz mumkin, bu qism 35 sm, bu qism esa 45 sm bo'lishi kerak. Shuning uchun hozir modelni aynan qanaqa shaklga keltirib olishimizni o'zimiz uchun tushunib olishga moslashtiramiz. Demak, modelimiz deylik shunaqa holatda bo'lsin. Endi agar bu 45 sm va bu yerdagi 35 sm qo'shilsa, bizda 80 sm masofada bo'ladi. Bu 80 sm masofa z o'qi bo'yicha. Demak, bu yerda 80 o'zi emas, 0.80 yoki 0.8 deb yozsak bo'ladi. Demak, tushunarli. Xo'sh, endigi keladigan narsa qalinligi 36. Bizda hozirgi qalinlik y o'qi bo'yicha hisoblanyapti. Demak, bu yerda 0.36. Keyingi masala bu taraf. Demak, modelni bu qismi ham 36 sm bo'ladi. Demak, 0.36. Mana endiki qiladigan ishimiz bu yerda ikki tarafdan aylana o'tkazish. Bu uchun bizga ikkita silindr kerak bo'ladi. Silindrni olamiz va umumiy buni ham o'lchamini 36 ga tushirishimiz kerak. Demak, qaysi tarafini aynan x o'qi va y o'qi bo'yicha 36 bo'ladi. X o'qi 0.36, y o'qi ham xuddi shunday 0.36 va z o'qi esa
albatta agar silindrimizni bu holda ko'rsatib o'tsak, rotate x o'qi bo'yicha 90 gradus va magnetchani yo'qi keyingi qiladigan ishimiz silindrimizni yarmini o'chirib tashlash. S Z o'qi bo'yicha -1 bu obyektimizni teskari qilib oladi. Xuddi shu holatda buni rotate Z o'qi bo'yicha 90 gradus aylantirib ulab qo'yamiz. Model taqriban shunaqa ko'rinishda. Endi esa buni ochilib qolgan joylarini to'g'rilashimiz kerak va keyingi ish buni bitta obyekt sifatida ulab olishimiz kerak. Ko'pincha buni Ctrl J bilan qilishadi, lekin maslahat berardim modifier generate boolean va union. Demak, buni tanlaymiz va qo'shilish kerak bo'lgan qism uchun bu yerdan exactdan floatga o'tamiz va modelimiz shu ko'rinishda qo'shilib qoladi. Ctrl A. Endi qiladigan ishimiz bu model uchun boolean float. Xo'sh, endi yuzalardagi ba'zi notekisliklarni to'g'rilab chiqish kerak. Bu uchun bitta yuza ikki marta paydo bo'lgan. Buni to'g'rilab chiqamiz. Va keyingi masala, agar faqat bir o'q tarafdan ko'rinishi kerak bo'lsa rasmlar, buni perspektiv bo'limini o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi faqat x o'q bo'yicha x o'qidagi rasm, y o'q bo'yicha y o'q bo'yichadagi rasm turadi. Modelimizni endi keyingi qismi shu holatda ba'zi bir yopishib turgan nuqtalarni bir-biriga qo'shib yuborish mumkin.
Endi ochiq qolgan yuzalarni qanday to'g'rilaymiz deyilsa, bu yerda sanab ko'ramiz. Demak, F lekin qoidaki bitta yuzada 4 ta nuqtadan ortiq nuqtalar bo'lmasligi kerak. Shuning uchun hozir modelimizda mana bu qismlarida deylik juda ham ko'p nuqtalar ulanib qolgan. Bularni avtomatik to'g'rilash uchun Ctrl T bosiladi va barcha ko'p nuqtali yuzalar alohida yuzalarga ajralib qoladi. Shundan so'ng esa barcha yuzalarni tanlab Alt va T tugmalari bosiladi. Alt va J tugmalari bosiladi. Shundan keyin ortiqcha bo'lib qo'shilib qolgan yuzalar ikkita uchburchaklar bitta to'rtburchakka aylanib qoladi. Va model mana shu holatda keladi. Endi ko'ramiz. Bizda qilinishi kerak bo'lgan ish hozir ba'zi bir kesimlarni chiqarib olish. Demak, orasi 20 sm bo'lgan kesimni shu qismdan ajratib olishimiz kerak. Bu uchun bizga orasi 20 sm kub kerak bo'ladi. Xuddi mana shu qismi 0.2. Va endi ko'ramiz aynan qanchalik balandlikda o'tish kerak. Xo'sh, umumiy tepadan olib qarasak 45 sm. Deylik, mana shu balandlikdan 45 sm bo'lsa agar bu yerda bitta plane olib ko'ramiz va yoki kub. Z o'qi bo'yicha 45 sm kub tanlab olamiz. Va aynan mana shu qism biz uchun kerakli qism bo'ladi. Blenderda o'lchamlarni tanlab olish, o'lchamlar bilan ishlash juda ham murakkab. Shuning uchun boshqa kublarni biz metr hisobida ishlatib ko'ramiz. Bu yana bir qulayliklardan biri. Endi demak, shuncha balandlik bo'ylab teshik hosil qilishimiz kerak. Endi buning uchun biz asosiy obyektimizni tanlab olamiz. So'ng unga yana boolean modifierni yuklaymiz. So'ng tanlanish kerak bo'lgan obyektga pastda turgan 20 sm li obyektimizni qo'shib qo'yamiz. Bu holatda mana bu shakl paydo bo'ladi. Demak, hozircha shu holatda qoldiramiz. Keyinchalik apply beramiz. Endi keyingi ish bu yerdan aylana kesim hosil qilish. Aylananing radiusi taxminan 2 bo'lsa 4.4 santimetrli aylana. Demak, Shift A bu yerdan bitta silindr. X, Y yoqlari 0.4
4 dan bo'ladi. 0.04. Peki 0.4. Fokusim 18, 36. Bu şey 20 bo'lsa, 0.2. 0.2. Xuddi shu diametri 0.2 20 cm bo'lgan aylanani o'zimizga mos holda x yo'q bo'ylab 90 sanaytiramiz. Endi modelimizga mos holda joylashtiramiz. Demak, aylana markazi aynan mana shu nuqtada joylashishi kerak ekan. Demak, endi bu kesimni hosil qilish uchun ham yana boolean vazifalarni yuklaymiz. Boolean tanlash degan joyda mana shu silindr tanlanadi. O'sha bunga ham apply bermay turamiz. Endi keyingi ish mana bu 10 santimetrlik mayinlashtirish jarayoni. Bu ham ikkita boolean yordamida bo'ladi. Demak, bu uchun bizga kub kerak, keyin esa umumiy qalinlik berdi. 0.36 edi, demak 0.36 santimetrdan 10 santimetr qolishi uchun 26 santimetrlik kubni ayirib tashlashimiz kerak. Bu ikki tomondan bo'lgani uchun 13 santimetrdan bo'ladi. Shu ko'rinishda. Va boolean uchun yana bir yodga olinadigan narsa, boolean holatida mana bu ikkita yuza bir-biriga yopishib turmasligi kerak. Bunday holatda qaysi yuzani qirqishni tushunmay qoladi. Shuning uchun ozgina ko'tarib qo'yamiz. Va yana boolean modifierni olib kelamiz. Va ikkinchi yana qilinadigan ishki, qanchalik baland bo'lishi kerak bu? Qayerdan qirqilishi kerak? Buni topish uchun demak, pastidan 45 cm bo'lsa, tepadan 32 cm. Va yana bir kub olib kelamiz. 45 cm topish uchun. Buni zid o'qi balandligi 0.45 bo'lsin. Bizda 0.45 santimetrlik kub bor edi. Demak, mana bu kubni aynan shu metrga tushirib qo'yamiz. Endi tayyor. Agar mana ikkita modelni ham olib tashlasak, so'nggida shunaqa shakl paydo bo'ladi.
Va bu yerda ko'rishimiz mumkin 10 sm bu yerdagi qalinlik ham bor. Bizda shu bo'lmadi. Endi nega apply qilmaganimni tushunsangiz kerakki, shunday xatoliklarni vaqtida to'g'rilab bo'lish uchun. Demak, buni 10 sm pastroq tushirish uchun nima qilamiz? Butun 35 deymiz. So'nggida bu yerga buni reset. Endi tayyor. Endi xuddi o'sha silindrni bu tomondan ham teshib olishimiz kerak. Etti 90. Markazni topib olishimiz uchun esa bu yerdan vaqtinchalikka bitta chiziq chiqarib qo'yish mumkin. Endi mana shu originni shu yerga keltirib olamiz. Keyin esa hozirgi ko'rish uchun chiqarib olgan nuqtamizni yo'qotib tashlaymiz. Bo'ldi, endi yana bizga boolean modifier va boolean böyle. Blender dasturida bu kabi detallar murakkablik qilishi mumkin, negaki aniq raqamlar bilan kamdan kam ishlanadi. Shuning uchun detallar ko'pincha 3D Max yoki shunga o'xshash boshqa dasturlarda yasaladi. Modelni ko'rishingiz mumkin.